Akalar shu chashkalardan zerikdilaymi? Har 5000 kilometrda rezinka qo'yasiz yoki quyma qo'yasiz, yorilib ketadi, tepasi ishib ketadi. Buni bizda eng to'g'ri yechimi bor. Koreyskiy Nexia 1-2 larda chashkasini, mana shu chashkani biz o'ziga tushadigan birga bir holatga olib kelamiz. Akalar, bu o'ziniki, Nexia 1-2 niki, mana bu esa Damas'ga qilingan holati. Joylari o'zgartirilgan. O'zini mana shu koreyskiysi hech qanaqa quyma yo boshqa Xitoydagi emas. Buni joyiga tushishini bitta ko'rasizlar, kelinglar. Shuni qo'yasizlar, mana joyiga birga bir shuni tushadi akalar. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Plus buni tagidan shayba qo'yadi. Ko'p ustalarimiz yupqa shayba qo'yishadi, rol uncha yengillanmaydi. Bizda maxsus lazerda kesilgan o'zini shaybasi bor, mana shu yerdan qo'yiladi. Bu narsa qo'yilmasa, bu chashka hech qanaqa foyda bermaydi. Akalar, bu narsani qaytarib, yana o'zini pachkasiga chotki qilib qadoqlab sotuvga chiqaramiz. Inshaalloh ertadan Mastona bozorda bo'ladi. Soni juda ham ko'p. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Pulini ertaga telefon qilsalaring, batafsil gaplashib, nechta kerak bo'lsa qilib beramiz. Videoga like bosib, Damas'chi va zapchast furushlarga jo'natib qo'yamiz.